Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan astronomiya sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. NASA lazer yordamida 350 million kilometr masofadan xabar oldi. NASA tarixda birinchi marta lazer orqali 350 million kilometrdan ortiq masofaga xabar yuborib, javob olishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerdan Marsgacha bo'lgan masofadan ham uzoqroq hisoblanadi. Sinov 16 Pixie asteroidini o'rganayotgan Psyche kosmik kemasi yordamida amalga oshirildi. Kema Kaliforniyadagi Palomar rasadxonasiga lazer signallarini yuborib, optik aloqa imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdi. Mutaxassislar bu yutuq Marsdan Yerga ma'lumotlarni deyarli real vaqt rejimida uzatish imkonini berishini, kelajakda esa Qizil sayyoradagi astronavtlar bilan jonli aloqa o'rnatish yo'lini ochishni ta'kidlashmoqda. Kvasar ortida yashirilgan sirli galaktika kashf etildi. Xalqaro olimlar guruhi radioteleskop ELMA yordamida mashhur Clever Cluster orqali ilgari noma'lum bo'lgan infraqizil galaktikani aniqladi. Bu yuridik turdagi galaktikaning yorqinligi Quyoshnikidan trillion baravar kuchli, yulduz hosil bo'lish sur'ati esa yiliga minglab Quyosh massasiga teng hisoblanadi. Galaktika taxminan 11 milliard yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan bo'lib, qalin chang va gaz qatlamlari sababli optik teleskoplarda ko'rinmay kelgan. Tadqiqotchilar uning markazida 100 million Quyosh massasiga teng qora tuynuk borligini aniqlashgan. Mutaxassislar hozir galaktikaning molekulyar gazi hali barqarorlashmaganligi, u gazda boy va erta bosqichda galaktik birikma ekanligini qayd etishmoqda. James Webb yo'ldoshlar shakllanayotgan sayyora tizimini kashf etdi. NASAning James Webb kosmik teleskopi birinchi marta yosh egzoplaneta STCB atrofidagi gaz va changdan iborat diskni aniqladi. Olimlarning fikricha, aynan shu joyda tibbiy yo'ldoshlar shakllanish jarayoni kechmoqda. Miri asbobi orqali olingan ma'lumotlar disk tarkibida uglerodga boy moddalarni, jumladan asetilin va benzonning mavjudligini ko'rsatdi. Bu yulduz atrofidagi diskdan keskin farq qiladi va sayyoralar tizimida kimyoviy jihatdan qanday shakllanishini tushuntirishga yangi yo'l ochadi. Mutaxassislar bu topilmani yo'ldoshlar paydo bo'layotgan ilk kosmik laboratoriya deb atashmoqda. Ularning ta'kidlashicha, bu kashfiyot insoniyatga sayyoralar va ularning yo'ldoshlari qanday yaratilishini bevosita kuzatish imkonini beradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.